Kuryerlik xizmati korxonalari moped olib kelib, odamlarni ish bilan ta'minlayapti. Lekin mopedni o'zi $300 tursa, uni standartdan o'tkazib, sertifikat olishga yana shuncha mablag' ketyapti. Xususiy klinikalar O'zbekistonga ilk bor olib kelayotgan ayrim tibbiy uskunalar ro'yxatdan o'tkazish xarajatlari ularning narxidan 10 karra qimmat deb aytayapti. Qo'chqorov, To'raxo'jayev nima bularni olayotgan to'lovlarni o'rganish mumkin emasmi? Ular joyiga qo'yish mumkin emasmi? Mumkin. Mana boshqa misol. Oddiy termometrni ham, MRT uskunasini ham ro'yxatdan o'tkazishga 4-5 oy vaqt ketyapti. Murakkablik va xavflilik darajasiga qarab tibbiy uskuna, tibbiy buyum va dori-darmon uchun alohida muddat belgilash zarur. Shu bois bugungi farmon bilan standart, SES, veterinariya, karantin kabi organlarning mahsulotga xulosa berish vakolati aniq belgilab berildi. Bunda takrorlanuvchi va ustma-ust tadbirlar bosqichma-bosqich bekor qilinadi. Masalan, oziq-ovqat mahsuloti sifati va xavfsizligi nazorati bilan faqat SES shug'ullanadi. Oziq-ovqat uchun texnik reglament va standartlar majburligi bekor qilinadi. Yusupaliyev 3 oyda oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha Sanpin qoidalarini xalqaro talablarga muvofiqlashtirishi zarur. Jumanazarov, Norqobilov, Ergashevning tizimi ham xuddi shu tartibda qayta ko'rib chiqiladi. Shuningdek, xavf darajasi yuqori bo'lgan 7 ta tovar guruhidagi mahsulotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish amaliyoti bekor qilinadi. Jumanazarov 1 avgustgacha sertifikat olish majburiy bo'lgan tovarlar ro'yxatini keskin qisqartirib, mahsulot muvofiqligini deklaratsiyalash amaliyotini joriy qiladi. Xadjayev 1 oyda asbob uskuna, xomashyo, maxsus texnika, transport importdagi bizda tan olinadigan xorijiy yuqori sifat va nazorat tizimlarini, mezonlarini ishlab chiqsin, ularni importida milliy sertifikat olish talab qilinmaydi. Bir so'z bilan aytganda, biz mahsulotlarni bozorga chiqarishni yengillashtirib, uni realizatsiyadagi nazoratini kuchaytiramiz. Bu xalqaro amaliyotda o'zini oqlagan.